Assalamu alaikum hörmətli televizor görgüçülər. Körüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısı. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayanda radiomuzda anlatılğan bir qism mühim xəbərlərni yadınızğa silib ötməkçimiz. Mən Erkin. Mən Gülçehra. Yakında Xitayning Tianjin şəhərində yaşayotgan Uyğur ayolы Xayrigülning qanunsuz chegaradan chiqishga uringan degan sabab bilan tutqun qilinganligi va uzun o'tmay o'lib ketganligi oshkorlandi. Muxbirimizning ahvol egallishi jarayonida Maralbeshining Serixbo'yi yezisidan bo'lgan Xayrigülning Tianjin shahrida pasportga iltimos sunib, uzun o'tmay inisi bilan birlikda qo'lga ilinganligi aniqlandi. İşkir өлkələrdəki əlaqədar saqçıxanalardan ahval egallash orqali hozir işkirdə oquyotgan Uyğur o'quvchilar va savdogarlarning pasportlarini yig'ilishining jiddiy davom qilayotganligi ma'lum. Bu xildagi majburiy pasport topshirish uqtirish sababidan ishkirda turayotgan ko'plagan Uyg'urlar pasportlarini saqchixanalarga topshirib berishga majbur bo'lmoqda ekan. Xitoy hukumatining madaniyat sohasidagi kontrolligi g'oyat zo'r darajada kuchayotgan bir mezgilda Uyghur madaniyat sohasidagi ishki yulduz saqidi. Mush bir hafta ichida Uyg'urlarga tanishliq bo'lgan rassom G'ozi Ahmad va Uyg'ur tilshunos sohasidagi bayroqdor olim Mirsulton Osmonov arqa-arqadan vafot bo'ldi. Ma'lum G'ozi Ahmad 1949-yildan keyingi Uyg'ur jamiyatida ro'yobga chiqqan siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarni rassomlik shaklda aks ettirgan bo'lsa, ma'lum Mirsulton Osmonov Uyghur tilining har qaysi shivillari va til taraqqiyotini o'zining yirik asarlari orqali tafsili bayon qilgan. Uyghur madaniyati ig'ir krizislarga duch kelayotgan bir paytda mushundaq ishki g'olliq shaxsning orqadan oxiratga yo'l elishi Uyghur jamiyati uchun bir zo'r musibat bo'lganligi ma'lum. Muxbirimizning ahvolini aqlishi jarayonida butunlay Uyg'urlar so'langan bu xil yepiq tarbiyalash markazlari va uyg'unish markazlarida turmush sharoitining intayin nacharligi oshkor bo'lmoqda. Ma'lum bo'lishicha, yotoqlarda 100 ga yaqin kishi odatda bir cho'ng zalda uxlasa, ularning yemakligi uchun shifan, gangpan nomidagi Xitoycha tomoqlar berilmoqda ekan. Turmush sharoitining nacharligi tufaylidan bu markazlardagi nurg'un kishilar o'xshash bo'lmagan kasallarga giribtor bo'lgan. Ammo davolanish sharoiti to'liq cheklab bo'lganlikdan ko'p qism bemorlar davolanmagan va uylariga qaytamagan. Yaqinda Xitoy saqchilarining Tekas noyisida keng ko'lamlik uy tintish jarayonida 30 ming musulmon oilani aqtirib chiqqanligi ma'lum bo'ldi. Uy aqtirish jarayonida Qur'on va hadis kitoblari, tasbih va joy namoz, shuningdek diniy mazmundagi har qanday buyumlar birdek musodir qilingan. Muxbirimizning ahvol egallashi jarayonida diniy jihatdagi bu xil taqiblarda yana asabiylikning turli bema'ni ifodalarining ta'kidlanayotganligi ma'lum bo'ldi. Niye va Qarqash noyalaridagi ba'zi yezlarda bo'lsa, nazirga qatnashmagan kishilarning asabiylikda ayblanib tutilganligi ma'lum bo'lmoqda. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqin Naysa və başqa aloqador xodimlar Janvadagi BDT shtabida chaqirilgan xalqaro yig'inda Uyg'urlar diyoridagi og'ir siyosiy vaziyatni anglatdi. Dünya Uyghur Qurultayının rahbarlari yana Birlashgan Davlatlar Tashkilotining oz sonliqlar munbiri yig'inida Uyg'ur tili navbatda duch kelayotgan xirislar haqida doklad berdi. Arqadilla təklifə binaən Yaponiyaga ziyoratga borgan Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqin Naysa Yaponiyaning bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning navbatdagi ahvoli haqida ma'lumot berdi. Xalqaro liberallar birlashmasi 30-noyabr kuni Gollandiyadagi Danxaq shahrida yig'in ichib 2017-yillik erkinlik mukofotining Xitoy turmusidagi Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtiga berilganligini e'lon qildi. Mazkur birlashma qarmog'idagi Inson haqlari komitetining raisi Markus bu haqda so'z qilib, Xitoy hukumatining Ilhom To'xtidek bir munavvar ziyolini turmaga tashlashi amaliyotda Xitoy uchun bir zo'r nomus dedi. Vakolatan mukofotni topshirib olganlardan Mariya Holzman xonim bu haqda so'z qilib, Xitoy hukumatining Ilhom To'xtiga o'xshash Uyg'urlarni terrorchi qilib ko'rsatish urinishlari oqmaydi dedi. Hörmətli televizor görgüçülər, yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər hafta görüşəyilik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.